emlash faqat yosh bolalarda bolalikda o'tkaziladi degan fikr tarqalgan. G'ulom aka, xalq orasida vaksina faqat bolalarga tegishli, kattalarga umuman kerak emas degan har xil fikrlar mavjud. Bunga mutaxassis sifatida fikringiz qanday? Emlanadigan kasalliklar, ya'ni biz respublikamizda qabul qilingan emlash kalendariga muvofiq emlanadigan, emlash o'tkaziladigan kasalliklar, bular ko'proq yosh bolalar kasalligi. Ya'ni hayotning 1-, 2-, 3-chi yillarida ko'proq qayd etiladigan kasalliklar. O'shani inobatga olib, ko'proq shu kasallikka qarshi emlash yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bundan asosiy maqsad bu kasalliklarga epidemiya tusida keng tarqalishini oldini olish, uni oqibatda o'sha yosh go'daklar orasida turli og'ir asoratlarni oldini olish maqsadida tug'ilgan kundan boshlab emlash, ma'lum bir kasalliklarga qarshi, hozirgi kunda 12 kasalliklarga qarshi emlash yo'lga qo'yilgan. Bu emlash aytilganimizdek milliy emlash kalendarimizda aniq muddatlari belgilab qo'yilgan. Shuning uchun bolalar, aholi ko'proq bolasini emlash poliklinikalarga, emlash markazlariga borib emlaganim uchun ko'proq emlash faqat yosh bolalarda bolalikda o'tkaziladi degan fikr tarqalgan. Yuqorida aytganimdek bu qisman asosli, lekin juda ko'p kasalliklarga qarshi vaksinalarimiz yosh kattalarga nisbatan ham qo'llaniladi. Ya'ni bu kasalliklar birinchi navbatda epidemik ko'rsatma deymiz. Ya'ni ma'lum bir kasallikning ko'tarilishi mavsumidan oldin yoki bo'lmasa qo'shni davlatda yoki xorij davlatlarda yangi bir kasallik yoki bo'lmasa avval aniqlangan lekin uzoq vaqt ko'tarilmagan infeksiyadan qayta ko'tarilish jarayonlarida, ko'tarish davrlarida uni oldini, kirib kelishini oldini olish maqsadida davlatlar yosh kattalar birinchi navbatda xavfli guruhlar deymiz. Bevosita kasallik kirib kelganda birinchi navbatda kasallanishi mumkin, ehtimoli yuqori bo'lgan aholi emlanadi. Buni tibbiy ko'rsatma yoki bo'lmasa epidemiologik ko'rsatma deymiz. Bundan tashqari oilada, ishxonada ma'lum bir yuqumli kasalliklar tarqalganda ko'proq katta yoshlarga aholi emlash bilan qamrab olinadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, vaksinalar faqat yosh bolalarga qilinadi degan fikrimiz noto'g'ri. Demak, aytilganimizdek, ma'lum bir kasalliklarga qarshi barcha aholi qamrab olinishi shart.